2026-yildan biznesni mansiz daromad qilish uchun men ushbu qadamlarni qilgan bo'lar edim. Bu shunchaki sizni e'tiboringizni tortish uchun gapirayotgan gaplar emas. Bu meni oxirgi 5 yilgi hayotim, sababi men 5 yildan beri bizneslarni tizimlashtirib, ulardagi boshqaruvni to'g'rilab kelyapman. Undan tashqari, Turgunov konsalting jamoamiz bilan biz 20 tadan oshiq loyihalarni tizimlashtirdik hamda tadbirkorlarga operatsionkadan chiqishga yordam berdik. Qo'shimchasiga o'zimni asoschilik podkast hamda asoschilik klub loyihalarim ham tizimlashgan va meni ishtirokimsiz o'zi ishlayapti va o'zi doimiy o'sib boryapti. Bu videoda sizga biznesingizni tizimlashtirish uchun majburiy bo'lgan usullarni o'rgataman va eng qizig'i bu usullar tajriba bilan sinalgan. Ya'ni bu usullarni siz istalgan biznesga qo'llashingiz mumkin va xudo xolisa albattagina natija beradi. Agar sizni biznesingiz siz yo'qligingizda ishlamasa, natija bermasa, undan tashqari siz oilangizga to'g'ri vaqt ajrata olmayotgan bo'lsangiz hamda doim stressda yurgan bo'lsangiz, unda siz to'g'ri videoni ko'ryapsiz, chunki bu videoda sizga tayyor yechimlarni beramiz va videoni oxirida siz tayyor shablonlarni o'zingizning biznesingizga qo'llashingiz mumkin. Agar biznesingizni haligacha tizimlashtirmagan bo'lsangiz, demak sizga maqsad yoki sabab yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Keling boshida nega biznesni tizimlashtirish kerak degan savolga javob beramiz. Bunga bizda 5 ta tayyor javob bor va o'sha javoblardan keyin siz xudo xolisa biznesingizni tizimlashtirish kerakligini tushunib yetasiz. Birinchi sabab masshtab. Agar siz biznesingizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, tizimsiz buni qilishni imkoni yo'q. Misol uchun hammamizni mahallamizda bitta do'kon bor va o'sha do'kon misol uchun 10 yil, 15 yildan beri ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha biznes egasi haligacha kassada o'tiradi va 15 yildan beri ikkinchi filialni ochmagan yoki o'rniga boshqa xodim qo'ymagan va agar uni borda kasal bo'lib qolsa, ishlar chiqib qolsa, u do'konda ishlar to'xtab qoladi. Ya'ni agar siz biznesingizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni 2-chi, 3-chi, 40-chi, 50-chi filialni ochmoqchi bo'lsangiz, tizimsiz buni qilish imkoni yo'q. Siz doim bu operatsiyonga o'zingizga bog'liq bo'lib qoladi va siz o'rningizga odam ham qo'ya olmaysiz. Ikkinchi sabab, agar siz ko'proq pul topmoqchi bo'lsangiz, tizimsiz bizneslar vaqt o'tib yopilib boryapti. Ular bankrot bo'lib ketyapti. Sababi tizimli bizneslar kengayib, ularni ulushini olib qo'yyapti. Hammada tanishi bo'lsa kerak, oldin ishlari zo'r yurishgan, chunki bozor ochiq bo'lgan, nimadir mahsulotni bozorga olib chiqsangiz doim sotib olishardi. Lekin hozir raqobat o'zgargan va tizimsiz bo'lganligi uchun u moliyasini to'g'ri boshqara olmagan, xarajatlari ko'payib ketgan hamda kengay olmaganligi uchun uni biznesi yaxshi ketmayapti, balkim yopilib ketgan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni biznesida moliya tizimlashmaganligi sababidan u qancha pul topayotganligini bilmaydi va tushumi bu uni foydasi deb o'ylaydi va tushumga kelgan, ya'ni оборот bo'layotgan pullarni o'sha tadbirkorlar ko'pincha xarajat qilib qo'yadi. Keyin rasxod payti kelganida o'zini kommunalkasini to'lash kerak bo'lsa, arendasini to'lash kerak bo'lsa, kassada yetarli pul bo'lmaydi. Va shuning uchun ham agar siz kassaviy razrivlarga uchrashni xohlamasangiz, unda moliyangizni albatta tizimlashtirishingiz kerak. Uchinchi sababimiz bu halovat. Agarda siz biznesni tizimlashtirmasangiz, demak siz doim pajarni rolida biznesda bo'lasiz. Sizga bitta yaxshi taniq bo'lgan misolni keltirishim mumkin. Siz biznesmensiz, ishni qilyapsiz, lekin ishdan keyin uyga borsangiz ham biznes haqida doim o'ylab yurasiz. Uxlayotganingizda, turganingizda ham biznes haqida o'ylaysiz, ya'ni halovat yo'q. Chunki siz pajarnisiz. Tizim yo'q bo'lsa, doim qayerdadir ekstrenniy muammolar chiqib qoladi va siz o'tga borib o'zingiz hal qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni xodimlaringiz tizim bo'lmaganligi uchun mana shu muammolarni o'zi hal qilishni bilmaydi. O'zbekistonga 50 ga kirib, lekin tez qarib qolgan tadbirkorlar juda ham ko'p bo'lib ketgan. Sababi ular tartibsiz biznesda ishlashgan, ya'ni tizim bo'lmaganligi uchun ular hamma narsaga o'zi e'tibor qaratgan va o'zi operatsionkada bo'lgan. Buni qanaqa yomon tarafi bor? Siz hozir 30 yoshingizda balkim tizimsiz biznesda ishlab yuribsiz va energiyangiz, kuchingiz yetayotgan bo'lishi mumkin. Lekin 50 da siz 30 yoshdagi ishlay olmaysiz va ertaga 50 yosh bo'lganingizda siz majburan tizimga kelasiz, chunki siz sog'lig'ingiz bunaqa tempda ishlashni уже ko'tara olmaydi. Balkim siz 50 yoshgacha ham bora olmasdirsiz. Boshqa tarafdan qarasa 50 yoshgacha ishlab borsangiz ham bu yaxshi, chunki ba'zi tadbirkorlar sog'lig'ini vaqtliroq yoshda berib qo'yishyapti. Misol uchun bitta tanishim 35 yoshida mikroinsult bo'ldi, chunki biznesida ko'p siqilib bordi va doktor unga aytayapti, bo'ldi, sen ko'p siqilyapsan, kamroq ishla, bunaqa tempda ishlay olmaysan deb aytayapti. Shuning uchun ham siz agarda sog'lig'ingizni bermasdan biznesni o'stirmoqchi bo'lsangiz, unda boshidan tizim bilan qilib ketganingiz yaxshi. Bo'lmasa siz sog'lig'ingizni tikkaningiz evaziga biznesingiz o'sishni boshlaydi. 4-sababimiz bu biznesdan exit qilish, ya'ni biznesni sotib undan chiqib ketish. Agar siz biznesingizni ertaga sotmoqchi bo'lsangiz, unda tizimli biznesni sotish ancha osonroq bo'ladi. Keling bitta misolga qarab chiqamiz. Bizda ikkita kompaniya bor. Ikkalasi yiliga $100,000 sof foyda qilyapti. Siz investorsiz. Qaysi biznes olgan bo'lardingiz? Sizga qo'shimcha albatta ma'lumotlar kerak. Bitta biznesda biznesning egasi
faqat qarindoshlarini ishga oladi hamda hamma uni отчеtlari qora, ya'ni черный buxgalteriya orqali yuritiladi va hammasi yoki Excelda yoki bloknotga yozib yurilgan. Ya'ni aniq ma'lumotlar yo'q va siz o'sha 100 ming rostdan topyaptimi uni tekshira olmaysiz. Va ikkinchi bizda biznes, unda mustaqil xodimlar ishga olingan, hech kimni qarindoshi, hech kimni tanishi emas, hamda hamma uni buxgalteriyalari soliq topshirilib olib borilyapti va unda ERP tizim bor, hammasi raqamlashgan. Misol uchun u Odoo ERPda yoki SAPda yuritilyapti va siz o'sha raqamlarni tizimiga kirib programmasidan tekshirib ola olasiz. Bundan bitta xulosa chiqarishimiz mumkin. 100 ming dollar top, lekin tizimlashmagan biznes balkim 1 yoki 2 yillik foydasini narxiga ketadi. Ya'ni 100 ming dollar sof foyda qilayotgan biznes 100-200 ming dollar turishi mumkin. Lekin tizimlashgan biznes esa 5-10 yilga baholanishi mumkin. IT kompaniyalar вообще 20-30 yillik o'zining sof foydasiga baholanib ham ketyapti. Va bizning 5-sababimiz bu investitsiya tortish. Ya'ni biznesingiz bitta nuqtaga keladi, sizga pul kerak bo'lib qoladi. Katta miqdorda. Ya'ni o'zingiz fishkangizni topganingizdan keyin bu balki marketing bo'lsin yoki qanaqa tovar bo'lsin, filiallar, xodimlar bo'lsin, sizga kengayish uchun 2-3 barobar bitta kengayish uchun pul kerak bo'ladi. Agarda siz biznesingiz tizimlashgan bo'lsa, siz raqamlarda ko'rsata olasiz. Mana meni biznesimga buncha pul kirib, buncha chiqyapti. Mana marjam bunaqa, rentabellik bunaqa, ROAS, ROMI, mana raqamlar tayyor deb siz o'sha invest fondiga yoki o'sha investor shaxsga ko'rsata olasiz. Lekin agarda sizda tizim bo'lmasa, bu nima degani? Investor faqat sizni so'zlaringizga ishonishi kerak bo'ladi. Bu esa qiyin, chunki investorlar sizdagi tadbirkorlarni ko'p ko'rgan va ko'pincha shu raqamlashmagan bizneslarga pul tikib kuygan bo'ladi. Xo'p, biznesda nega tizimlashtirish kerak degan savoliga biz 5 ta kuchli sabab oldik. Lekin siz boshqa savol berishingiz mumkin. O'zi qanaqa qilib tizimlashtiraman? Ya'ni qaysi ketma-ketlikni qilsam to'g'ri bo'ladi va nimani qilib qo'ysam noto'g'ri bo'ladi? Endi bunga bizda qisqacha va lo'nda tushunarli 3 ta javob bor. Ya'ni mana shu 3 ta qatlamda tizimlashtirish kerak bo'ladi. Agarda bu ketma-ketlikni buzib qo'ysangiz, sizda tizim yaxshi ishlamaydi. Bu ketma-ketlikni men sizga hozir qisqacha tushuntirib beraman. Undan keyin tizimdagi muammolarni tushuntiraman va oxirida mana shu 3 ta qatlamni men sizga misollarda konkretni ishlaydigan shablonlarni ichida ko'rsatib beraman. Bizani kuzatib turgan hurmatli tadbirkor akalar, agar bu bittada tushunarli bo'lmasa, xavotir olmang. O'zi mavzuyimiz eng oson mavzulardan emas, lekin bu eng muhim mavzu deb men ayta olaman. Hozir men sizga buni tushuntirib ketaman. Oxirida hammasi bitta to'liq surat kabi tushunarli bo'ladi. Bizani birinchi tizimlashtiradigan qatlamimiz bu odamlar. Ya'ni o'zi to'g'ri pozitsiyalarda, to'g'ri lavozimlarda bizda to'g'ri xodimlar bormi? Birinchi bo'lib mana shuni ko'rib chiqishimiz kerak. Undan keyin biz o'sha xodimlarni org strukturasini tuzib chiqamiz. Ya'ni qanaqa bo'limlar bor, qaysi xodim qaysi bo'limda ishlaydi va eng muhimi, qaysi xodim qaysi boshqa rahbarga bo'ysunadi. Bu juda ham muhim, chunki men o'zim tariximda narsani ayta olaman. Ko'pincha yangi kelgan xodimlar kimga bo'ysunishni bilmaydi va shu sababi kimga bo'ysunishi va kim rahbarligini bilmaganligi sababidan ko'p ishxonada konflikt kelib chiqadi. Ya'ni kim tegdaligini, kimga hisobot topishini agar xodimlar bilmasa, birinchi bardak mana shundan boshlanadi. Shuning uchun shuni qilasiz va undan keyin har bitta lavozimni siz reglamentlarni tutishingiz kerak. Ya'ni reglamentlar qaysi savolga javob beradi? O'sha xodim nima ish qiladi? Ya'ni nima savoliga javob beradi? Ya'ni misol uchun oshpaz misolni oladigan bo'lsak, qanaqa uni mas'uliyatlari bor? U misol uchun salat tayyorlaydi, zakaz oladi, zakaz chiqaradi, пересчет qiladi, aytaylik masalliqlarni tayyorlab qo'yadi va hokazo. Keyingi bizning qatlamimiz bu ikkinchi qatlam, uni nomi biznes protsesslar. Bu juda ham muhim qatlam. Ya'ni birinchi qatlamimizni biz reglamentni tuzib, xodim nima qiladi degan savolga javob berayotgan bo'lsak, bu qatlamni biz o'sha ishni qanday qiladi degan savolga javob berishimiz kerak. Ya'ni birinchisi know what bo'lsa, bu esa know how, ya'ni qanday savoli bu yerda juda ham muhim. Misol uchun biz birinchi qatlamdagi o'sha reglamentda aytaylik oshpaz, misol uchun olivye salatini tayyorlaydi deb aytamiz. Endi bu o'sha uni mas'uliyati. Ikkinchi qatlamda esa biznes protsessda o'sha salatni qanday tayyorlaydi? Ya'ni oshpazlarning tilida aytadigan bo'lsak, bu retsept. Misol uchun qanaqa masalliqlarni olib, uni qanaqa tayyorlaydi? 100 gram bundan to'raydi, bo'tqa qo'shadi, mayonez qo'shadi, keyin hammasini aralashtiradi va hokazo. Qanday savoliga javob topish juda ham muhim. Sizning biznesingizda taxminan 15 ta 20 ta eng muhim biznes protsesslar bo'lishi mumkin. Agar savdo bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, demak, klientdan zakaz olish, skladdan chiqarish, skladda o'sha tovarni yig'ish, zakupka qilish
va hokazo. Mana shu birinchi navbatda siz 15-20 ta eng muhim sizni biznesingizda bo'lgan biznes proseslarni yozib chiqishingiz kerak. Agar siz biznesingizda qayta takrorlanadigan, yana bir marta aytaman, qayta takrorlanadigan ishlarni, proseslarni avtomatlashtirmasangiz, unda u qayta takrorlanayotganligida har safar har xil takrorlanadi va har safar har xil natija beradi. O'sha har xil natijada esa muammoli. Chunki bir marta misol uchun u mijozga salom berib kutib olgandir, boshqa filialingizda u mijozga salom bermagan va mana salom bermaganligi uchun qanaqadir muammo kelib chiqyapti. Nega salom bermaysan deb mijoz undan urushib ketayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni agar bizdan doim mijoz sotayotgan bo'lsa va u bilan doim bir xil gaplashishimiz kerak bo'lsa, demak o'sha gaplashish skriptini biz avtomatlashtirishimiz kerak. Birinchi navbatda biz uni qog'ozga tushirishimiz kerak. Uchinchi qatlamimiz raqamlashtirish, ya'ni nazorat. Siz bitta ikkita filial boshqarsangiz, siz uni ruchniy boshqara olasiz. Lekin sizda 40 ta filial bo'lsa, siz ulardan ma'lumot olishga ulgurmaysiz va shuning uchun hamma ma'lumotlarni siz raqamda yig'ishingiz juda ham muhim bo'ladi. Va o'sha prosesni avtomatlashtirish kerak. Agarda siz o'sha birinchi, ikkinchi qatlamda kiritgan dokumentlarim shunchaki o'zi ishlab ketadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yo'q. Qog'ozdagi narsa ko'pincha qilinmaydi. O'shaning uchun biz qog'ozda qilib chiqqan qoidalarimiz ishlashini xohlasak, biz uni albatta raqamlashtirishimiz kerak. Chunki tizimda imkoniyatlar juda ham ko'p. IT programma orqali siz faqatgina o'sha siz bergan ketim-ketlikda ishlaydigan tizim qilishingiz mumkin. Chunki oyliklarni o'shda hisoblaydigan qilib qo'yasiz. Klientni zaявкасini faqat o'shdan bir bo'tqa qiladigan qilib qo'yasiz. Ya'ni qo'lda agar biznesni boshqaradigan bo'lsangiz, bu deyarli imkonsiz. Lekin hozir 21-asr, 2026-yil mana kirib kelyapti. Bu nima degani? Bu degani programma orqali biz foydalanishimiz kerak, chunki zamon orqasida qolib ketmaslik juda ham muhim. Zamon orqasida qolib ketgan bizneslar ko'pincha yopilib ketyapti. Raqamlashtirayotganda qaysi programmani o'zlashingiz kerak? Misol uchun siz endi agar raqamlashtirishga kirayotgan bo'lsangiz, kichkina kompaniya bo'lsangiz, siz o'zingizni eng muhim bo'limingizga alohida yasalgan programmani ishlatganingiz yaxshi. Misol uchun siz sklad bor, MoySklad ishlating. Sotuv bo'limiga BTS24 yoki AMCRM. Moliyaz katta ehtimol bilan 1S bilan Excelda bo'ladi. Lekin baribir siz bitta nuqtaga kelasiz, siz 5 ta 10 ta programmada ishlab ko'p vaqt yo'qotib qo'yasiz va bitta ma'lumotni 4 ta 5 ta programmaga kirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bitta ish 5 marta qilinyapti. Bu juda ham ko'p vaqt olganligi uchun siz samaradorligingiz tushib ketadi. Agarda siz mana shu nuqtaga kelgan bo'lsangiz va biznesingiz aytaylik $10,000 sof foyda oyiga va undan ko'proq topayotgan bo'lsa, demak siz ERP qo'yishingiz kerak. Va eng zo'r ERP bu Odoo. ERP nima degani? Ya'ni butun kompaniya bitta programmada ishlasa, bu ERP deyiladi. Enterprise Resource Planning, ya'ni kompaniyaning resurslarini rejalashtiradigan bitta programma. ERPlar albatta juda ham ko'p, lekin meni shaxsiy fikrim bo'yicha tajribamdan kelib chiqib bitta narsani ayta olaman. Eng zo'r ERP bu Odoo. Bu 3 ta qatlamga biz keyinroq batafsil o'tamiz, ya'ni batafsil ko'rib chiqamiz va men sizga tayyor ishlaydigan shablonlarni ham beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz albatta. Undan oldin lekin bitta narsani hal qilishimiz kerak. O'zi nega ko'p kompaniyalar tizimlashtirishni boshlaydi, lekin ular o'xshamaydi. Ya'ni qaysi xatolarni mana shu kompaniyalar qilyaptiki, keyin tizimni ayblash uchun. Chunki agar bitta kompaniyada tizim qo'yish o'xshamasa, demak tizimlashtirish sal qiyin yoki bo'lmaydigan narsa deb o'ylash mumkin. Lekin mana shu xatolarni siz qilmasangiz, xudo olsa sizda juda ham zo'r ishlaydigan tizim paydo bo'ladi. Birinchisi bu tajribasi bo'lmasdan turib tizimlashtirishni boshlasa. Ya'ni siz tizimlashtirishga kelganingizda aytaylik konsaltingga uchrashingiz mumkin, IT kompaniyaga uchrashingiz mumkin va mana shu narsani tashqaridan outsource qilishingiz mumkin. Lekin o'sha pulni agar tejaydigan bo'lsangiz yoki o'sha pulni sal qiziqansangiz, siz katta ehtimol bilan natijada ko'proq pul to'laysiz. Chunki misol uchun aytaylik, siz hozir tizimlashtirmaganingiz uchun oyiga $5,000 yo'qotayotgan bo'lishingiz mumkin. Yiliga esa bu $60,000 va undan ko'ra eng yaxshiroq narsa 2-3 barobar tezroq hamda arzonroq yechim bu qanaqadir konsalting $10,000-20,000 ga tizimlashtirgan bu to'g'riroq yechim bo'ladi. Yoki agar mayli pul ekonom qilmoqchisiz, lekin baribir yaxshi tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz, unda maxsus kurslarga borishni men sizga tavsiya etaman. Chunki tajribasiz tizimlashtirish juda ham qiyin. Biznes proseslarni men sizga shablonni ko'rsataman. U ko'rinish sodda bo'lishi mumkin, lekin uni qilib chiqish kerak va uni to'g'ri qilish kerak. Konsaltinglar misol uchun bunaqa biznes proseslarni oyiga 100 ta 200 ta tuzar va ularga bu narsa semchkadek bo'lib qolgan, chunki ular bu ishda juda ham ko'p xatolik qilib bo'lgan va ularning tajribasi bu ishda уже katta. Keyingi xatoyimiz esa bu o'zi tizim yaratmoqchi bo'lib, IT komandani ishga olishi. Ya'ni tadbirkorlar ko'rib chiqadi,
mavjud tizimlarni. Yo bu programma menga bu to'g'ri kelmas ekan, u to'g'ri kelmas ekan deydida, keyin bitta noto'g'ri xulosaga kelishadi. Keling, men o'zimga o'zim tizim yaratay. Faqat 100% menga to'g'ri keladigan tizim bo'lsin deydi. Va natijada bu ham qimmatroqga tushadi, ham ko'proq vaqt oladi. Chunki bitta narsani tushunishimiz kerak, tayyor tizimdan foydalangan ancha tezroq. Tushunib turibman, u sizga aytaylik faqat 90% to'g'ri kelishi mumkin, balkim 80% to'g'ri kelishi mumkindir. Siz o'ylaysiz, men hozir bitta aytishnik bilan menga 100% to'g'ri keladigan tizim yarataman deb o'ylaysiz. Lekin afsuski bu noto'g'ri fikrlash, chunki konstruktorda yasalgan tayyor tizimlar 3-4 barobar tezroq joriy qilinadi. Misol uchun biza jamoamiz bilan konsalting bilan hududi 1 oyda qiladigan ishni dasturchilar kamida 4-5 oy sarflaydi. Hamda integratsiya masalasida agarda qanaqadir xatoliklar kelib chiqsa, buglar deymiz, o'sha xatoliklarni biza bir kun ichida to'g'rilaymiz. Lekin aytishliklar bunga bir hafta ketqizishi mumkin. Undan tashqari, siz misol uchun hozir o'zingizni A nuqtangizda turibsiz. Ertaga B, C, D nuqtangizga kelasiz. Ya'ni siz kompaniyangiz kengaygandan keyin siz tizimingiz ham po-любому almashadi va yangi boshqa funksiyalar qo'shishingiz kerak, boshqa yangi bo'limlaringizni yana tizimga qo'shishingiz kerak bo'ladi. Agar siz IT o'zingiz dastur yozdirgan bo'lsangiz, ya'ni kodda yozilgan bo'lsa, buni o'zgartirish ham yana qimmatroq bo'ladi va yana ko'proq vaqt oladi. O'shaning uchun do'stlar, tayyor yechimlardan foydalanmaslik bu juda ham katta xato. Bundan tashqari bu qimmat, chunki aytishniklar aytaylik ERPlarni kamida 30-40 ming dollardan yozishni boshlaydi. Balkim 10-20 ming dollarga toparsiz, lekin normalniy komandalar 30-40 ming dollardan yozishni boshlaydi. Umumiylashtirib aytganda, faqat aytishniklar bilan ishlagan tadbirkorlar pul deb qo'yadi, vaqtda bu cho'zilib ketadi. Undan tashqari aytishniklar ular biznesni yaxshi tushunmaydi, ularga tayyor TZlar bilan ishlash qulay. Agar sizda tayyor TZ bo'lmasa, sizda bitta loyiha menejer bo'lmasa, demak siz o'zingiz og'zaki texnik zadaniyani unga beradigan bo'lasiz va u xato qilib tizim yasab beradi. U tizim sizda ishlab ketishi juda ham qiyin. Undan tashqari integratsiya qilayotgan paytingiz aytishniklar bu tizimlarni integratsiya bo'yicha yaxshi emas. Ya'ni kelib xodimlaringizni o'rgatishda, oldingizda o'tirishda bu narsalar tajriba bo'lmaydi. Ular faqat o'sha programma yasashda kuchli bo'ladi. Bunaqa kesada konsaltinglar ancha aqlliroq bo'ladi. Aytaylik, biz birinchi hamda ikkinchi xatoni qilmadik. Biz to'g'ri konsaltingni yonladik hamda buni o'zimiz qilmayapmiz. Ya'ni mutaxassislarni jalb qildik, lekin baribir tizim o'xshamaydimi deb savol berishingiz mumkin. Albatta, faqat bu omillarga emas, yana boshqa omillarga ham bu bog'liq. Agarda rahbar betartib bo'lsa, tizim o'xshamaydi va bu bizning 3-sababimiz. Ya'ni siz agarda biznesni tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz, lekin sizni xodimlaringiz tartibsiz bo'lsa, sizni rahbaringiz tartibsiz bo'lsa, tizimlashtirish buni juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni buni men tajribadan ayta olaman. Tartibsiz rahbarli bizneslarni tizimlashtirishda bu biz juda ham qiynalganmiz va ular ertaga biz chiqib ketayotganimizda tizimlarni ham yaxshi ishlatmagan. Bu nima degani? Aytaylik, siz biznes egasisiz. Biznesingiz o'syapti. Aytaylik 40 ta xodimingiz bor. Undan tashqari siz yaxshi pul topishni boshlaysiz. Oyiga 15 ming, 20 ming dollar sof foyda qilyapsiz. Ya'ni yiliga 150 ming, 200 ming dollar sof foyda qilyapsiz. Lekin biznesingiz o'sgandan keyin siz o'zingiz erinchoq bo'lib qoldingiz. Chunki yaxshi pul topishni boshladingiz va oldindagi ertalab 8-9 da ishga bormaysiz. Ba'zi kunlar umuman bormaysiz yoki ko'p dam oladigan bo'lib qoldingiz. Undan tashqari siz o'zingizni o'rningizga bitta yaxshi SEO qo'ymagan bo'lsangiz, ya'ni buni umumiylashtirib aytsa bo'ladi, biznesda SEO hozir yo'q, biznesda tartibli direktor yo'q. Bunaqa biznesni tizimlashtirish juda ham qiyin bo'ladi. Chunki tizim qo'yilayotganida rahbar bunga turib berish kerak. Doim o'sha nazorat ostida hamma narsa bo'lishi kerak hamda o'sha xodimlari tizimni ishlatishiga va o'sha tizimdan foydalanib hamma ishlarni bajarishiga rahbar qarab turishi kerak. Ya'ni rahbar tizimlashtirilayotgan jarayonda doim ishxonada turib, o'sha operatsionkada agar ishlamasa, bu juda ham qiyin bo'ladi. Bizning keyingi 4-sababimiz bu xodimlarni yo'qotishdan qo'rqish. Ya'ni siz ancha yillardan beri tizimsiz ishlab kelyapsiz va ba'zi xodimlaringiz juda ham katta rolni o'ynaydi. U xodimlarsiz siz balkim ko'p proseslarni o'zingiz bajarishni bilmasdirsiz. Ya'ni qaysidir xodim sizda 5 yil, 10 yildan beri ishlab kelyapti va kompaniyangizda ularni almashtirib bo'lmaydi deb o'ylashingiz mumkin. Bitta muammo bor. Siz tizimlashtirishni boshlaganingizdan keyin odatda mana shu ancha yildan beri ishlab kelayotgan xodimlar mana shu tizimga qarshilik ko'rsatishadi. Yoki ko'p holatlarda o'g'rilik qilib yurgan xodimlar yokida mana shu kompaniya ichida korrupsiya qilib yurgan xodimlar tizim
qo'yilishiga qarshilik ko'rsatishadi, chunki balkim ularni o'sha sirlari ochilardir yoki ba'zi xodimlar bizda egoist bo'ladi va doim kompaniyada eng muhim rolda bo'lishni xohlaydi. Tizimni qo'ysangiz esa ularning roli tushadi va siz ularga unaqa bog'lanib qolmaysiz. Mana shunaqa xodimlar qarshilik ko'rsatayotganda rahbar qiladigan eng katta xatolardan biri bu voy mayli bu hozir ketib qoladi-yu, agar tizim qo'yadigan bo'lsa, mayli sekinroq qilaylik, mayli bu xodim tizimdan foydalanmasin, bu xodim mayli o'zi bilganda ishlasin deyishi. Agar siz bunaqa qiladigan bo'lsangiz, demak siz o'sha siz qo'yayotgan tizimdan foydalanish shart emas, majbur emas deb aytib qo'yayotgan bo'lasiz boshqa xodimlarga. Agarda siz tizim qo'yayotgan bo'lsangiz, bitta narsaga tayyor turing, 20-30% xodimlaringiz o'rtacha ishdan ketadi. Sababi ular yangi siz qo'yayotgan tizimga moslasha olmaydi. Ular aytishadi, oldin boshqa ishlardik-ku, oldin ham normal edi-ku, moslashga kelmaganligi uchun ular qarshilik ko'rsatadi. Lekin bitta narsani siz o'zingizga tushunib olishingiz kerak. Ya'ni o'zingizga savol bering. Sizga nima muhim? O'sha xodimlarni saqlab qolishmi yoki o'zingiz charchab ketdingiz va tartibsiz ishlashdan siz tez qarib ketyapsizki, siz mana shu tizimni qo'ymasangiz bo'lmaydimi? Agar tizim muhimroq bo'lib chiqsa, demak o'sha xodimlardan agar majbur bo'layotgan bo'lsangiz, unda haylashga tayyor bo'lishingiz kerak. Siz bundan o'ylab ko'rib aytishingiz mumkin, o'sha 20-30% xodim ketib qolsa, men hozir yutqazib qo'yaman, oborotlarim tushib qoladi va naborot minusga tushib qolaman deyishingiz mumkin. Qisqa muddatda balkim. Lekin keling, biz biznesni misol uchun 3 oyda yoki 1 yil uchun qilmaymiz-ku. Biz biznesimiz, ya'ni uzoq muddat ishlashi kerak. Kerak bo'lsa, bizani o'sha avlodlarimizga qolishi kerak. Demak, bizi long term, ya'ni uzoq muddatda qarasak, biznes tizimlashsa baribir yutib ketadi. O'sha 20-30% xodim mayli ushlab qoldingiz deylik va siz o'sha tizimdan voz kechdingiz deylik. U xodimlar agar siz biznesingizda ishlashni davom etsa, siz biznesingiz battar o'sha xodimlarga bog'lanib qoladi. Ya'ni yulduz xodimlar deymiz, o'sha odatda mana shu kuchli xodimlar o'ziga adyalarni tortaveradi va o'sha xodimlarga bizning biznesimiz bog'lanib qolavergan sari bizning kuchimiz biznesda kamayib boradi. Va ertami kech o'sha xodimlar o'zi chiqib ketadi. Qarasa, biznesni juda ham zo'r biladi, hamma narsa o'ziga bog'liq, chiqib ketadi, o'zi shunaqa sferada, o'zi shunaqa nishada biznesni ochib yuboradi va ertaga baribir ketadi. Hech kim nima deydi, umrining oxirigacha siz biznesingizda ishlamaydi. Misol uchun bitta tanishimizda shunaqa holat bo'lgan. O'sha aka tadbirkor kommersiy direktor pozitsiyasiga bitta odamni qo'yganlar. O'sha odam 7 yil davomida ishlagan. U ko'p narsani o'rgan, hammasi unga bog'liq bo'lib qolgan va uni o'sha kommersiy direktor, ya'ni rob desa ham bo'ladi, uni bo'limida hamma xodimlar unga sodiq bo'lgan. Ya'ni hamma ko'proq CEO dan ko'ra, o'sha biznes egasidan ko'ra, o'sha robga ishonishgan. Vaqt o'tib, o'sha biznes tizimlashmagan, CRM ham qo'yilmagan, mana zvonoklar ham eshitilmagan. CEO rob nima qilayotganligini umuman bilmagan va natijada ular o'sha pulga vaqt kelganda sal tortib qolishgan. O'sha xodim chiqib ketgan, rob hamma bazani olib chiqib ketgan. O'zi shunaqa biznes ochib olgan va undan oldingi o'sha ishlayotgan ishxonasini yarim klientskiy bazasini olib chiqib ketib, yarim oborotini o'zi bilan olib chiqib ketgan. Bu yerda esa bu kompaniya deyarli nolga ishlashni boshlagan. Ya'ni foydaga chiqish uchun, yaxshi pul topishni boshlash uchun oldindagi yana noldan yangi rob olib, klientskiy bazasini yana oshirishga, kattalashtirishga majbur bo'lgan. Lekin agar mana shu tadbirkor vaqtida biznesini tizimlashtirganida, sotuv bo'limi uchun CRM qo'yganida, o'sha klientskiy bazasini ko'chirib bo'lmaydigan qilgan, korporativ nomerlar qo'yib, mana shu CRMni o'ziga Telegramlarni bog'lab qo'yib, klientskiy bazani olib chiqib keta olmaydigan, ko'ra olmaydigan qilib qo'yganida, katta ehtimol bilan bunaqa holat bo'lmasdi. Va bizning 5-xatoyimiz bu tizimlashtirishni faqat o'sha outsource jamoaga berib, o'zi operatsiyonkada qatnashmaslik bo'ladi. Ya'ni biz ko'p loyihalarda qatnashib narsani ayta olaman, qaysi loyihalar yaxshiroq o'tadi? Qaysi loyihalar muvaffaqiyatli bo'ladi? Ko'p holatlarda o'zi tadbirkor operatsiyonkada qatnashsa, o'zi xodimlari zo'r tur bergan va mana shu protsessga qiziqib, o'zi tizimlashtirishni xohlab yurgan kompaniyalar ko'pincha yaxshi tizimlashib ketadi. Sababi sizni kompaniyangizga outsource kompaniya konsalting kelib biznes tizimlashtirayotganida agar siz vaqtida o'sha tizimga ma'lumotlaringizni kiritmasangiz, o'zingiz misol uchun dannilarni berib turmasangiz, xatolarni gruppada tez yozib to'g'rilab beringlar menga deb turmasangiz, bu loyiha o'xshash juda ham qiyin bo'lib ketadi. Sababi outsource kompaniya sizni biznesingizni sizdek yaxshi gapirib bilmaydi.
konsalting misol uchun bizneslarni tizimlashtirib yurar, tizimlashtirishni yaxshi bilar, lekin siz o'zingiz sohangizda ancha yildan beri ishlab kelyapsiz va mana shu muammolar kelib chiqsa, siz ichkaridan bittada ayta olasiz. Agar siz va sizni komandangiz operatsionkada bori bilan ishlab bermasa, unda tizimlashishingiz qiyin bo'ladi. Bitta xulosa chiqarsa bo'ladi, siz tizimingiz yaxshi bo'lishini xohlayotgan bo'lsangiz, siz doim alohida bo'lishingiz kerak va doim izohlar, o'sha feedbacklar berib turishingiz kerak. Mana bu ishlamayapti, mana buni to'g'irlash kerak. Kelinglar, mana buni ko'rib ketinglar, mana qiynalyapmiz deb o'zingiz operatsionkada turib bersangiz, o'sha tizimingiz katta ehtimol bilan yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi keling, o'sha tizimlashtirish qatlamlarini biz amalda ko'rib chiqamiz va men sizga tayyor shablonlarni hozir ko'rsataman. Mana shu shablonlarni siz xudo xolasa o'zingiz biznesingizda qo'llasangiz bo'ladi, chunki bu shablonlar universal, ya'ni hammaga to'g'ri keladi. Birinchi bo'lib keling, org strukturadan boshlaymiz. Org strukturani o'z tarjimasi nima? Bu organizatsion struktura. Ya'ni organizatsiyangiz qanaqa shaklda ishlaydi va kim kimga bo'ysunadi. Mana ko'rib tursangiz bo'ladi ekranda. Boshida buni ko'rganda siz juda ham sodda narsa, bu kompaniyamga nima qilaman, buni qo'yib deb o'ylashingiz mumkin. Lekin boshida aytib ketganimdek, agarda xodim siz kompaniyangizga kelib kimga bo'ysunishini bilmasa va qaysi bo'limda kim rahbarligini bilmasa, unda sizni kompaniyangizda kommunikatsiya sekinlashadi. Aytaylik, men sotuv bo'limiga xodim bo'lib kirdim sizni kompaniyangizga va meni zakazlarim vaqtida chiqmayapti. Birinchi navbatda men rahbarimligini bilishim kerak. Men unga tez o'sha muammoni yetkazib berishim kerak. Keyin esa o'sha zakazlar qayerdan chiqadi? Misol uchun, logistikaga siz skladingiz javob beradi. Skladga kim mas'ulligini men bilishim kerak, o'shanga yetishim kerak aka. Mana bizda mana shunaqa muammo sodir bo'lyapti, mana klientlarim urushib ketyapti men bilan deb, unga mana shu muammoni yetkazib ayta olishim kerak. Agarda mana shu struktura bo'lmasa, unda sizning kompaniyangizda kommunikatsiya sekinlashadi, ya'ni odamlar bir-biri bilan gaplashishni bilmaydi. Buni ko'rishingiz mumkin. Eng tepada albatta bizda ta'sischilar turadi, ya'ni kompaniya egalari. Ular bitta odam faqat boshqaradi, CEOni. CEO bu kompaniyaning direktori, generalniy direktor desa ham bo'ladi. Direktordan keyin hamma keyingi xodimlar, ya'ni eng muhim xodim bizda direktor bo'lyapti. U esa kimlarni boshqaradi? O'z navbatida u boshqa bo'lim rahbarlarini boshqaradi. Ya'ni bizda aytaylik, kichkina biznes bo'lsa 4 tacha bo'lim bo'lar. O'rtacha biznesda aytaylik 6 ta 8 ta bo'lim bo'ladi. Endi katta biznesda balki 20 ta 30 ta ham bo'lim bo'lishi mumkin. Lekin mana asosiy bo'limlarni ko'rib turishingiz mumkin. Bu albatta sotuv, bu albatta ishlab chiqarish, sklad, bu albatta ta'minot, ya'ni zakupka desak bo'ladi, снабжение. Bu albatta marketing va moliya. Mana shu bu asosiy bo'limlar har bitta biznesda bo'lishi shart bo'lgan. Misol uchun, men ishlab chiqarish yo'q deyishingiz mumkin, lekin ishlab chiqarish o'rniga xizmat ko'rsatish bo'lsa, o'sha siz ishlab chiqarish bo'limingiz bo'ladi. Va o'sha bo'limlarga bo'linganda biz ko'ryapmiz, tepasida o'sha bo'lim rahbari yozilgan bo'lishi kerak va tagida qaysi xodimlar o'sha ishlaydi va nima lavozimda. Ya'ni uni lavozimi ham yozilib ketgan bo'lishi kerak va nimaga o'sha eng ключевой javob berishi. Mana shu bizning org struktura shablonimiz. Men oxirida qanaqa qilib mana shu shablonlarni olish mumkinligini oxirida aytib ketaman. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Bu reglament. Ya'ni reglamentda mana shablonni ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda bizda 5 ta asosiy qismdan iborat bo'ladi. Reglament o'zi qaysi muammoni yechadi deb savol berishingiz mumkin. Sizni kompaniyangizga yangi xodim kelsa, u nima ishlarni qilish kerakligini qanaqa qilib tushuntirasiz? Misol uchun, siz bitta xodimni olib og'zaki tushuntirib berishingiz mumkindir. Agar siz 5 ta 10 ta xodimni ishlatib, shu sizga yetarli bo'layotgan bo'lsa, unda bunda muammo yo'q. Siz buni og'zaki tushuntirib bera olasiz. Lekin endi aytaylik, siz hozir bitta filialingiz bor, 10 ta xodim ishlatyapsiz. Sizga endi 40 ta filial kerak. Siz yana qo'shimcha 400 ta xodimni olishingiz kerak. 400 ta xodimni o'qitish o'zi bo'ladimi? Balki 400 ta xodim ishga kirish uchun siz aytaylik 1000 ta xodim o'qitishingiz kerakdir. Yokida vakansiya berib, sizga 2000 ta 3000 ta xodim suhbatga kelib ketish kerakdir va hokazo. Mana shu narsani qayta вручную qilmaslik uchun sizga reglamentda kerak bo'ladi. Undan tashqari, siz balkim katta ehtimol bilan keyingi etapga kelganingizda siz o'rningizga boshqa rahbar qo'yishingiz mumkin va o'zingizni xayolingizdagi narsalarni siz qanaqadir teleportatsiya qilib, uni xayoliga, uni miyasiga solib qo'ya olmaysiz. Lekin qog'oz orqali agar siz mana shu shablonni to'ldirib, reglament tuzib chiqqan bo'lsangiz, har bitta lavozimga, unda o'sha bo'lim rahbarlarini ishlatish ham ancha osonroq bo'ladi. Chunki siz masshtablashayotganingizda ertaga juda katta miqdorda bittada ko'p xodimlar olishingiz kerak bo'ladi va siz вручную agar xodimlarni o'qitadigan bo'lsangiz, bitta xodim yaxshi tushuntirasiz. Keyingi xodimga tushuntirayotganingizda, misol uchun 10 ta qilish kerak bo'lgan asosiy mas'uliyatlardan balkim 2-3 tasi esdan chiqib qolar. Aytish, ya'ni siz o'sha 2-3 tasini aytmaysiz, u tushunmaydi. Yoki yozib olmaydi. Undan keyin
o'sha aynan 2-3 ta etmaganligingiz uchun jarayonda o'sha narsada balki muammo bo'lishni boshlaydi. Xo'p, mana reglament shabloni birinchi navbatda biz lavozimni maqsadini yozishimiz kerak. Ya'ni ushbu xodim qiladigan eng asosiy vazifa va kompaniyadagi maqsadi. Xo'p, bu yerda biz oshpaz haqida gapirgan ekanmiz, yozib ketganmiz. Oshxonaga tushgan buyurtma ovqatlarni tayyorlaydi va chiqarib yuboradi. Zakaz tushdi, tayyorlaydi, ofitsiantga beraveradi yoki dastavkaga beraveradi. Bu menimcha juda ham tushunarli. Ikkinchisi rahbar va jamoa. O'sha o'rsi turida tuzgan bo'lsa ham bu yerda ham yozib ketishimiz kerak. Kimga u bo'ysunadi va kim unga bo'ysunadi? Uni xodimlari bormi va kim uni rahbari? Xo'p, shef-povurga hisobot beradi va yordamchi zagotovkachilar bilan ishlaydi. Ya'ni zagotovkachilar uni xodimlari bo'lyapti. Keyingisi KPI. Bu juda muhim. Ya'ni mana shu xodimni bizni natijasini nimaga qarab o'lchaymiz? Uni rahbari yaxshi yomon deganiga qarab o'lcholmaymiz-ku. Bu yaxshi har xil bo'lishi mumkin. Yaxshi, misol uchun, yaxshi sotuvchi bizga kompaniyamizga 100 million so'm foyda olib keldi yoki yaxshi sotuvchi bizani kompaniyamizga 1 milliard so'm foyda olib keldi. U har xil narsa, ikkalasi sizga yaxshi bo'lishi mumkin, lekin bitta yaxshi ikkinchi yaxshidan 10 barobar yaxshiroq yoki yomonroq bo'lyapti. Ya'ni 10 barobar kattaroq yoki kichkinaroq bo'lyapti. Shuning uchun hammasini raqamda o'lchashingiz kerak. Ya'ni bu yerda qanaqa KPI yozganmiz? Qilingan ovqatlar soni, kunlik, oylik, vaqtida buyurtmani topshirish foizi. Misol uchun timer qo'yib qo'yishingiz mumkin. Har bitta ovqat maksimum 10 minutda chiqishi kerak va hokazo. Mijozlardan shikoyatlar soni, misol uchun nechta ovqat chiqaryapti? Mana bu yerda. Bu yerda nechtasi shikoyat bo'lyapti? Misol uchun 100 tadan maksimum 2-3 ta chiqish mumkin degan siz aytishingiz mumkin. Ofitsiantlarga KPI qo'yib qo'yasiz o'sha shikoyatlarni olib kelishga. Ya'ni o'sha shikoyatlar bo'lsa, ular kiritib borish kerakdir balki. Men endi shunaqa o'lchagan bo'lardim. Endi restoran sohasida kimdir bo'lsa, men to'g'rilab ketishim mumkin. Balkim bu KPIlarga to'g'ri kelmasligi ham mumkindir. Xo'p, keyingi etapga biz o'tamiz. 4-chi bizani qismimiz reglamentlarda bu mas'uliyatlar. Ya'ni bu eng muhim qism deb hisoblayman. Sababi bu yerda ishxonada qanday ishlarni qilish kerakligini xodimga aytamiz. Nima qilish kerak? Kulchi o'ynasa nima? O'rtacha bir 10 tacha yozsangiz kerak. Balkim kimdir batafsil ichiga kirib ketmoqchi bo'lsa, bitta xodimning 20 ta mas'uliyati ham bo'lishi mumkindir. Misol uchun, bu yerda oshpazda qanaqa ishlari bor? Ishdan oldin uskunalarni tozalab, tayyorlab chiqish. Ya'ni o'zini priborlarni, shu pichoqlarni chaqlab chiqibmi, bilmadim. Zagotovkachi yordamchilarga buyurtma berish. Har kuni kech payt deb qo'ygan ekanman. Ya'ni ertaga menimcha kilo sabzi, menimcha kilo kartoshka artib qo'y. Shef-povurga chiqarilgan buyurtmalar bo'yicha hisobot berish. Har hafta har oy. Bu ham uning mas'uliyati va hokazo. Nimasi bo'ladi? Davom etib ketaversa bo'laveradi. Yana qo'shimcha qo'shasiz. Aytaylik, yana 5 ta, 10 ta bo'tgan qo'shib olsangiz bo'ladi, lekin mazmun tushunishingiz uchun bu atigi 3 ta. Mas'uliyat, ya'ni nima qilish kerak? Uni должностной обязанностьлari nima? Keyingisi talablar. Ya'ni bizga ishxonamizga kirayotgan xodimga qanaqa talablarimiz bor? Bu juda ham qulay narsa, sababi ertaga mana shu xodimdan sizga ko'p kerak bo'ladigan bo'lsa, siz turli xil saytlarga vakansiya berasiz. Ya'ni e'lon berasiz, mana shu xodim bizga kerak deb va mana shu birinchi navbatda talablarni qo'shib tushishingiz kerak, chunki siz filtrlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda qanaqa talablar bor? Misol uchun, bu kurslarda o'qigan, kamida 5 yil boshqa restoranda ishlagan, 20 daqiqada istalgan ovqatni tayyorlay oladigan bizga oshpaz kerak ekan. Va hokazo. Buni ham misol uchun 5 ta 10 ta bo'lishi mumkin. Lavozimga qarab, sizni o'zingizni kutilmaningizga qarab bu talablarni qo'yishingiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Keyingi bizning shablonimiz bu albatta biznes protsesslar. Bu eng muhim, eng qiziq va murakkab qismiga keldik. Murakkabligiga qaramasdan juda ham qiziq, sababi mana shu narsani qilsangiz, kompaniyangizda katta natijalar bo'lishni boshlaydi. Bu biznes protsesslar. Biznes protsesslar bizga nega kerak? O'sha, misol uchun biz aytamiz, bu oshpaz mana shu salatni tayyorlash kerak. Endi qanday qilib buni tayyorlash kerak? Ya'ni nimadan qancha solish kerak? Agar siz biznes prosesslaringizni qo'yib chiqmagan bo'lsangiz, unda xodimlar bitta ishni qanday qilishni va qaysi ketma-ketlikda qilishni bilmaydi. Misol uchun siz aytyapsiz xodimga. Menga aytaylik, har kuni siz hisobot topishingiz kerak, kassada qancha pul bo'lganligi haqida. Agar siz unga biznes protsessini bermasangiz, konkret shablonni bermasangiz, unda katta ehtimol bilan xodim masalan qog'ozga yozib kelishi mumkin. Sizga kerak bo'lgan shaklda topshirmaydi va bu juda ham yoqimsiz, chunki siz vazifa beryapsiz, olib kelyapti xodim, sizga bu yoqmayapti, keyin yo'q, yoqmayapti, to'g'rila deyapsiz va 2-3 marta to'g'rilattirsangiz, bu juda ham ko'p vaqt ketib qoladi-da bunga. O'shaning uchun biznes protsess qilib qo'ysangiz, aynan sizga kerak bo'lgan shaklda va ravishda hamma ishlar bitadi. Yoki boshqa misolni ko'rib chiqaylik. Ko'p B2B sohasida ishlaydigan, katta cheklanma ishlaydigan tadbirkor akalarda bitta muammo bor.
misol uchun agar bitta mijoz bilan ishlashni boshlayotgan bo'lsa, albatta u bilan shartnoma tuzish kerak. Shartnomada to'lov kunlarini belgilash kerak va necha pulga bo'layotganligini, qachon qancha pul berishligini o'sha to'lov grafiki bilan tuzib narsani olish kerak. Shartnomasi ishlaganda ko'pincha bilasiz muammolar bo'ladi. Klient aytadi, "Yo'q, bu men buni aytmagandim. Men boshqa narsa xohlayotgandim, almashtirib beringlar, pulimni qaytarib beringlar" va hokazo. Lekin shartnomada aynan nimaga pul to'layotganligi, qancha pul to'layotganligi, qachon bu pul to'layotganligi yozilgan bo'lsa, klient esa deya olmaydi, chunki mana qo'li turibdi, mana shartnoma va hokazo. Lekin mana ko'p sotuv bo'limlarida bu xato bor. Sotuvchilar endi masalan tezroq sotgisi keladi-ku va osonroq sotgisi keladi. O'shaning uchun shartnoma qilib o'tirmaydi deb prosta klientdan pul olib qolib, ishni boshlab yuborishi mumkin. Va men bilgan o'sha bizga keladigan mijozlarda bir 30-40% mana shu muammo mavjud. Endi lekin siz SOP qiling. Mana SOP bu biznes protsessining inglizchasi prosta. Siz mana shu biznes prosesni tuzib chiqing. Nima degani? Sotuv qilinmaydi paka shartnoma bo'lmasligicha. Yoki mana shu sotuv qilinish siz ketma-ketlik tuzib chiqing. Birinchi navbatda u misol uchun KPga qo'l qo'ysin, keyin smetaga, keyin shartnomaga, keyin hamma narsani batafsil tushuntirib chiqsin, shartnomani ikkita kopiyada berilsa, hokazo. Qanaqa sizda ketma-ketlik? Misol uchun bizni mana shu biznes protsess tuzganda shartnomani обязательно qilib qo'yamiz. Smetaga ham qo'l qo'ydiradigan qilib qo'yamiz va o'sha narsani Telegram perpiskasini skrinshot qilib, yana buni ham tizimga kiritib qo'yamiz va barcha narsalarni kopiyalarini biz bitta programmada saqlaymiz, hech qayerga o'chib ketmaydi, yo'qolib qolmaydi va hokazo. Va sotuv programma orqali qilinyapti-ku, sotuv qilishga imkoni yo'q agar mana shu do'g'rilarni kiritmasa. Keyin validatsiya uchun yana bitta, misol uchun, moliyachini qo'yib qo'yamiz va hokazo. Ya'ni shunaqa tizim qilinyaptiki, shartnomasiz klient bilan ishlash mumkin emas. Endi biznes protsess qanaqa tuziladi? Men sizga allaqachon mana hozir ikkita misol aytib ketaman. Lekin o'zi qanaqa ko'rinishda bu dokument tuzilishi kerak. Biz haligacha dokumentlardamiz. Xo'p, birinchi navbatda maqsad. Ushbu biznes protsess qanaqa maqsadni bajaradi? Ya'ni misol uchun biz aytamiz shartnoma tuzish. Nega bizni mijozdan zaявка qabul qilish uchun bitta biznes protsess tuzib chiqishimiz kerak? Sababi oddiy. O'sha mijoz bilan muammosiz ishni boshlab tugatish uchun. Muammolar qanaqa? Pulimni qaytarib ber, bu men buni aytmagandim yoki pul to'lamaslik va hokazo. Mana shu muammolar bo'lmasligi uchun mana shu tartibda ishlash kerak degan narsaga birinchi qism javob beradi. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Kerakli resurslar. Bo'ldi. Mana shu biznes protsess bo'yicha ishni bajarish uchun qanaqa biznes protsesslar bizga kerak bo'ladi? Qanaqa resurslar kerak bo'ladi? Xo'p, mijoz bilan zaявкani qabul qilib ishlashni boshlash uchun bizga qanaqa resurslar kerak? Mijozning kontakti, CRM, оплата, договор shabloni. И договорda qo'l qo'yilgan kopiyasi. Bo'ldi, mana shu 5tasini men mana shu yerga yozib chiqqan bo'lardim. Bittalab. Keyingisi shablonimizda uchinchisi mas'ul shaxslar. Kim mana shu biznes protsess bajarilishida ishtirok etadi? Kim? Misol uchun, bu yerda mijoz qo'l qo'yadigan inson yozib qo'ysa bo'ladi. Sotuvchi biznes protsessga mas'ul, eng главныйsi, ya'ni mana shu biznes protsess A'dan B'gacha yetib olishiga va uchinchisi misol uchun bu moliyachi, kassir validatsiya uchun. Shartnomaga rostdan qo'l qo'yilgan va o'sha shartnomani qabul qilib oldi kassir. 3 ta odam. Har bitta biznes protsessda siz bilishingiz kerak kim ishtirok etyapti va qaysi funksiyani bajaryapti. Keyingisi mana endi muhimiga keldik. Bu jarayon, raqamli qadamlar. Mana eng mana shu so'ki mana shu yerda. 1 2 3 4 5 6 nechta qadamda mana shu ish bitadi. Birinchi nima qilish kerak, ikkinchi nima qilish kerak, ya'ni mana yozib qo'yamiz, vazifalarni qadamma-qadam aniq ko'rsating va kim mas'ul ekanligini belgilab qo'ying. Misol uchun 1 mijoz zaявка beryapti sotuvchiga. 2 sotuvchi hamma narsani tizimga kiritib chiqyapti, bitta KP tayyorlayapti va mijozga o'sha KPni Telegramga tashab, aniq shumi deb so'rayapti. Bu 2 o'zi sotuvchi mas'ul va hokazo 3 4 5 tam oxirida o'sha validatsiya bo'ladi va kassirmi yoki moliyachimi o'sha do'g'orni qabul qilib oladi. Va hokazo. Keyingisi yakuniy natija. Ya'ni qattan bilamiz mana shu biznes protsess yakunlanganligini. Misol uchun bo'ldi. Mijoz to'lov qilib ketdi, zakazni berib ketdi, do'g'orlarni qabul qildik. Mana shu aniq mana shu kerak bo'lgan bizga shaklmi yoki boshqacha shaklda bu bitish kerakmi? Mana shu 5-qismda siz o'sha B nuqtani aytishingiz kerak. Ya'ni bizga kerak B nuqta, оплата olindi,
tizimda hamma kerakli narsalar kiritilgan programmada va bizda dogovorni kopiyasi bor. Mijozda dogovorni kopiyasi bor. Qo'l qo'yilgan albatta. Va hokazo. 6-qism esa istisnoli muammolarni hal qilish. Bu vaziyatda qanaqa ish tutish kerak? Misol uchun mijoz aytyapti, "Yo, men dogovorlarga qo'l qo'ymayman." Nima qilasiz? Qanaqa hal qilasiz? Agar istisnolarda nima qilish kerakligini yozib ketmagan bo'lsangiz, unda o'sha istisnolarda katta ehtimol bilan sotuvchilar nima qilishni bilmay qoladi. Ya'ni, men tushunib turibman, istisnolar har xil bo'lishi mumkin, 100 xil istisno bo'lishi mumkin, lekin ba'zilari o'sha ulardan ba'zilari qayta takrorlanaveradi. Agar qaysidir vaziyat mana shu biznes proses bo'lishiga, yakunlanishiga xalaqit berayotgan bo'lsa va doim bu qayta takrorlanayotgan bo'lsa, unda mana shuni qo'shib qo'ying, qanaqa muammolar chiqishi mumkinligini. Yoki misol uchun printer ishlamay qoldi, do'g'ri yo'q. Borib ko'chada chiqarib kel degan yechim qilishingiz kerak va mijozlarga emas, sotuvchilarga buni tushuntirib ketishingiz kerak. Xo'p, bu bizani SOP shabloni bittasi aytishim mumkin. Kamida bir 10-15 ta sizda eng muhim biznes proseslar bor. O'shalarni dokumentlashtiring. Bu juda ham muhim. Siz hamma xodimlar bilan kelishib olishingiz kerak, qanaqa tartibda siz ishlaysiz. Okay, keyingisiga o'tamiz. Buni BPM deymiz, Business Process Management. Endi undan oldin biz proseslarni tuzib chiqdik. Lekin bitta savol tug'ilishi mumkin keyin kelgan xodimga, endi mana shu dokumentlaringizni ko'ryapman, lekin tushunishga qiynalyapman deyishi mumkin-da. Shu holatda bizga business process management kerak, ya'ni qaysi business proses qaysidan kelishini ko'radigan bitta bizga grafik kerak. Mana men grafikda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda siz nega o'zi bu narsa kerak? Xodimlar ko'pincha adashib qoladi. Business proses shunchaki dokument grafik ko'rinishida ko'rsa ancha tushunarliroq bo'ladi va bo'limlarning orasida qanaqa ketma-ketlikda ishlanishi bu juda ham muhim. Qanaqa qilib bitta biznes proses ikkinchi biznes prosesga bog'lanib ketishligi. Bu grafiklarni misol uchun oddiy, sodda ravishda siz alohida qilingan saytlarda yasashingiz mumkin. Hozir dizayner kerak emas, shunchaki yasangiz bepulga ko'chirib olasiz. Mana bu yerda ko'ramiz, bitta joydan boshlanyapti, boshqa bo'limga o'tyapti, mana bu yerda pauza bo'lyapti. Agar bu o'xshamasa, mana bu tarafga o'tib ketyapti va hokazo. Bu yerda ko'ramiz, qaysi holatda nima qilishimiz kerak va qaysi holatda mana shu biznes proses yakunlanadi. Va bu grafik ko'rinishda bo'lganligi uchun bu juda ham qulay. Endi biz mana hozir siz bilan 4 ta shablonni ko'rib chiqdik. Hayolingizda bitta narsa o'tayotgan bo'lishi mumkin. Ravshan, bu dokumentlarni mayli yasadim, lekin baribir bu qog'ozda yozilgan narsa bo'yicha xodimlar ishlamaydi-ku deyishingiz mumkin. Va gapingiz to'g'ri, men sizga gapingizga qo'shilaman. Bu qog'ozdagi narsa bu xodimlar bittada ishlab ketish uchun emas. Bu balkim faqat qog'ozda oldin ishlasa bo'lardi, lekin tizim faqat qog'ozdan iborat emas. Bu qog'ozlar bizga nega kerak? O'zimiz uchun, bilib olishimiz uchun, ya'ni nima qanday qilib ishlashligini va buni xodimlarga beramiz, ular ham tushunib olish uchun va o'qib chiqish uchun, ertaga ularda imkoniyat bo'lishi uchun. Agar siz mana shuni qog'ozga tushirmasangiz, ertaga siz xodimlarni talab qila olmaysiz. Chunki buni bilmagandim deydi. Lekin mana trudovой договор, mana bu yerda uni reglamentlari qo'shilgan, o'shaga qo'l qo'ygan. Bo'ldi, sen bilarding o'sha bu ishni qilishing kerak deb atilab qilmayapsan deb ayta olasizda. Davay to'g'rilaymiz. Yoki o'zi bunday o'ylab qarasa, ko'p xodimlar o'zi yaxshilagingiz keladi, lekin rahbarini kutilmalarini bilmaganligi uchun ko'pincha yaxshi ishlay olmaydi. Agar siz kutilmalaringizni qog'ozga ko'chirsangiz, katta ehtimol bilan bilmadim, 70-80% xodimlar o'zi yaxshilab ketadi, xudo xolasa. Endi lekin siz aniq ishlaydigan tizim xohlayapsiz va sizni tizimingiz bo'yicha, siz qog'ozda yozilgan tartib bo'yicha hamma ishlashni xohlayotgan bo'lsangiz, bizga keyingi etap kerak. 3-qatlamga o'tamiz. Bu raqamlashtirish qatlami. Bitta programma qo'yishimiz kerak. Raqamlashtirish degan nimani tushunamiz? Bizni natijalarni, barcha ishlarni raqamlarda o'lchashni boshlashimiz kerak. Tushunasizlar? Raqamlarda, so'zlarda emas. So'z bilan raqam ikkita alohida har xil narsa. So'z har xil bo'lishi mumkin. Mana shu eng xavfli narsa, eng xavfli omil bu sifatlar bilan natijalarni o'lchash. Yaxshi, yomon bo'lmaydi, o'ylab, chidasa bo'ladi, zo'r qilding, cho'tki qilding, rasvo qilding, o'ldirding va hokazo. Bunaqa so'zlar bizga xalaqit qiladi. Lekin misol uchun 10 bilan 20 ni 30 ni farqi bitta seziladi-da. $10,000 topdingiz, $20,000 topdingiz. Bu va kerak bo'lsa qaysidir xodim buni ikkalasini yaxshi deb tasvirlagan bo'lishi mumkin. Lekin 10 bilan 20 2 barobar farq qiladigan narsa. Bizani 3-qatlamimizda, raqamlashtirish qatlamida men hammaga Odoo programmasini ishlashni tavsiya qilaman. Chunki ertami-kech siz butun biznesingizni bitta programmada boshqarish nuqtasiga kelasiz. Bo'lmasa siz
aytaylik sklad uchun boshqa bitta program ishlatayotgan bo'lasiz, moliya uchun boshqa programma va sotuv uchun boshqa program ishlatayotgan bo'lasiz va bitta ma'lumotni siz ko'p kiritaverib charchab ketasiz o'zingiz. Va ertaga sizga hamma bo'limlarni bitta joyda to'plab bitta programma orqali, kerak bo'lsa telefon orqali boshqaradigan sizga yechim kerak bo'ladi. O'shaning uchun men sizga Odoo'ni taklif qilaman. Xo'p, Odoo o'zi bu ERP programma, Belgiyaniki. Biz O'zbekistonda ushbu programmani rasmiy hamkorimiz. Nega o'zi Odoo'ni tanlash kerak? Men sizga buning uchun 6 ta sabab tayyorlab qo'ydim. Mana shu sabablardan keyin siz aniq Odoo ERPni hozir bo'lmasa ham bir kun o'rnataman aniq deb aytib qolasiz. Chunki bu o'zini konkurensiyalarida, ya'ni bu o'zini bozorida qiroli. Bunga aniq ishonsa bo'ladi. Agar Odoo haqida oldin eshitmagan bo'lsangiz, bunda muammo yo'q, chunki bu O'zbekiston bozoriga endi kiryapti va allaqachon 450 ta kompaniya hozir O'zbekistonda Odoo'ni o'sha ERP programmasidan foydalanyapti. Undan tashqari, mana shu 450 ta kompaniyadan 150 tasi oxirgi yarim yil ichida Odoo'ga o'tdi. Endi keyin sabablarni ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab, hammasini bitta joydan boshqarishingiz. Ya'ni siz 4-5 dasturdan sakrab yurmaysiz va aytaylik ham skladingiz, ham CRM'ingiz bitta joyda bo'lishi bu juda ham qulay va mana shu asosiy sabablardan biri siz programmaga sarflaydigan vaqtingizni 4-5 barobar qisqartirasiz. Misol uchun tasavvur qiling, siz CRM bo'limida ishlayapsiz. Bitta mijozingiz bor. Mijozingiz bo'ldisizdan sotiladigan bo'ldi. Siz oddiy ravishda buni qanaqa qilasiz? Buni CRMda von qilib qo'yasiz, utilityga o'tkazib qo'yasiz. Keyin skladdan zakaz ochiladi, o'sha mo'y sklad programmasidan. Keyin moliyachi buni alohida оплата поступления qilib anunga kiritadi, lekin hech qanday validatsiya yo'q, hech qanday tasdiqlash yo'q. Shunchaki bir-biriga ishonib ular bu ishni qilayotgan bo'ladi. Lekin Odoo'da bu qanaqa qilasiz? CRMda siz o'sha bitta zakaz ochsangiz, o'sha zakaz skladchiga ham ko'rinadi. Qayta kirib o'tish kerak emas, u shunchaki tasdiqlab olsa bo'ldi, chiqarib olsa bo'ldi. Keyin moliyachiga ham ko'rinadi, moliyachi ham buni qayta kirib o'tirmaydi, chunki uje allaqachon birinchi marta sotuvchi kiritib qo'ygan qancha summa tushishi kerakligini. O'sha pulni olganda shunchaki u tasdiqlash knopkasini bosib yuboradi va prosessingiz juda ham gladki o'tadi. Bir-biriga juda ham bog'liq bo'lib, oson, tez o'tib ketadi. Ikkinchi sababga o'tamiz. Birinchi sababida bu ERP va ERP bo'lganligi uchun zo'r deyapman. Ya'ni bitta bo'lim uchun qilingan, misol uchun sotuv bo'yicha CRM bo'lsa, CRMdan ko'ra bu yaxshiroq, chunki ERP ichida CRM bor deyapman. Xo'p, endi savol berishingiz mumkin. Qolgan ERPlar ham bor-ku deysiz. Va bu ikkinchi sabab. Ikkinchi sabab shundaki, bu boshqa ERPlardan ko'ra hamma taraflama yaxshiroq. O'zbekiston uchun bu eng zo'r to'g'ri keladigan ERP. Men sizga bitta test berishim mumkin. Siz o'zingiz boshqa ERPlarni solishtirib ko'ring. Hamma narsa taraflama Odoo yutib chiqadi. Bu O'zbekiston uchun eng zo'r moslashilgan, eng zo'r ERP, chunki hamma narsalar bu yerda bitta knopkada bo'ladi. Aytaylik, bizda отчетlar kerak bo'ladi. Misol uchun siz balans chiqarishingiz kerak, siz aytaylik P&L chiqarishingiz kerak, cash flow chiqarishingiz kerak. Bu yerda Odoo'da bitta knopkani bosib mana shuni hal qilsa bo'ladi. Buni xodimlarga vazifa berib, bir hafta, 2 hafta kutib o'tirish shart emas. Bu yerda hamma narsa bitta knopkada hal bo'ladi. Keyingi bizning sababimiz, uchinchi sabab bu albattagina O'zbekiston uchun bu narx. Aytaylik, men bitta konkurent olganman, bu SAP SAP programmasi. Agar siz O'zbekistonda SAP programmasini qo'yadigan bo'lsa va sizda 100 ta xodim bo'lsa, siz bitta yuzerga $75 dan to'laysiz. Ya'ni kamida $7,500 siz oyiga to'lashingiz kerak bu programmaga. Odoo'da esa bu narx ancha yaxshi. Barcha modullarga bu atiga $13 va siz 1300 to'laysiz. Ya'ni 7,5 qatda, 1300 qatda. Undan tashqari $1300, ya'ni bu ham kimgadir qimmat tuyulayotgan bo'lsa, bitta narsani sizga aytaman, CRM narxlari ham shunaqa. Lekin CRMda siz faqat bitta dona modul olyapsiz, hamma CRMda yoki Bittrex 24 da yoki Trello'da deylik, Trello'da bitta siz task manager olyapsiz. Bu yerda esa siz 80 ta 90 ta modul olyapsiz. Butun biznesingizni mana shu $13 ichida boshqarasiz. Bu juda ham qulay. Keyingi bizning sababimiz bu qulay interfays. Buni o'zini analoglar bilan solishtiradigan bo'lsak, boshqa ERPlar, misol uchun 1S va SAPlarni, agar siz endi nomi juda ham keng tarqalgan SAP bilan 1Sni, lekin sizga bitta savolda, siz o'zi hech mana shu programmada ishlayotgan kompaniyalarni ko'rgansizmi yoki mana shu programmani ochib ko'rib interfaysini kuzatib ko'rgansizmi? Buni ishlatib ko'rgan odam sifatida ayta olaman, interfeysi juda ham noqulay. O'sha 80-90 yildan qolib ketgan interfays, bu yerda update bo'lmagan, hech qanaqa widgetlar, dizaynlar, UI, UX dizaynlari to'g'rilanmagan va siz hozir O'zbekistondasiz, bizda o'rtacha yosh O'zbekistonda 29 yosh. Buni degani katta ehtimol bilan sizni ishxonangizda Z avlodi ishlaydi, yoshli keladi. Ularni esa bu programmani ishlab ketish qiyin,
Lekin Odoo'da esa interfeys ancha yaxshiroq va ular tezroq bu yerda va osonroq ishlab keta oladi. Bizning keyingi sababimiz bu open source'ligi. Open source'lik nima degani? Bu IT-ishniklarning termini, ya'ni ochiq programmalar bor va yopiq programmalar bor. Odoo ochiq programma. Bu nima degani? Siz uni kodini bemalol ola olasiz va o'zingizga xohlagancha o'zgartira olasiz. Bu ya'ni juda ham o'zgaruvchan programma. Aytaylik, nimadir sizga yetishmayotgan bo'lsa, men tushunib turman, bu yerda 80-90 ta modul, lekin nimadir baribir yetmay qolishi mumkin. O'sha yetmay qolganda siz Odoo'da bu Pythonda yozilgan o'sha dasturchini olib bemalol o'zgartira olasiz. Ya'ni biza ko'p bizneslarda 2-3 ta yana qo'shimcha o'zgarishlar qo'shib ketamiz va bu juda ham qulay. Misol uchun, siz boshqa ERP qo'yadigan bo'lsangiz, sizga CRM'ingizga Instagramdan tushadigan lead generatsiya kerak. Lead generatsiya. Undan tashqari bizga, misol uchun, Dedox kerak. Siz o'sha programmani o'zidan Dedoxga nasl jo'natishingiz kerak balkim bo'lar. Yoki sizga telefoniya kerak bo'ladi. CRMga ulashingiz kerak va mijoz bilan gaplashilayotgan zvonoklar ERPning ichiga tushishini xohlayapsiz. Bu narsaga allaqachon yechimli bor Odoo'da va bu juda ham qulay. Ya'ni boshqa ERPlardan ko'ra mana shu ustunligi bor. Endi bizning 6-chi sababimiz bu Odoo tezligidir. Ya'ni bu nafaqatgina foydalanuvchiligi qulay, bu integratorlarga ham qulayroq bo'lgan tarafi bor. Biza, misol uchun, bitta loyihani 1 oyda yakunlasak yoki 2 oyda yakunlasak, o'rtacha boshqa ERPlar o'rtatilgan kompaniyalar 2 barobar ko'proq vaqt oladi. Chunki ularning interfeysi ustanovka qilayotganligi ham qiyinroq. Bizda Odoo'da ishlashimiz tezligi bu juda ham katta plus. Sababi ertaga siz misol uchun hozir o'zingiz biznesni tizimlashtirdingiz, lekin ertaga o'sishingiz bor. Ertaga 2 barobar o'sasiz va sizning biznes prosesslaringiz o'zgaradi. Ertaga kelasiz, aytasiz o'shan mana yana to'g'rilaylik, mana bunaqa yana nasl qo'shaylik deyishingiz mumkin va o'sha proses tez bo'lishi bu sizga ham plus. Ya'ni biza bunda tez ishlashimiz bu siz buni tez integratsiya olishingiz degani. Qisqa qilib aytganda, tez bo'lganligi bu sizga ancha pul tejab beradi. Ya'ni kamroq pul yo'qotasiz va tezroq pul topishni boshlaysiz. Xo'p, shuncha narsani gaplashdik. Kelinglar bitta rezyume qilib chiqamiz. Biz bugun siz bilan nega biznesingizni tizimlashtirish kerakligini 5 ta eng muhim sabablarni ko'rib chiqdik va menimcha bu sabab yetarli bo'ladi. Agar siz qiynalib yurgan bo'lsangiz, lekin tizimlashtirmayotgan bo'lsangiz, sabab topolmay yurgan bo'lsangiz, mana shu sabablar sizga menimcha xudo xolisa bugun yetarli bo'ldi. Undan tashqari men sizga aniq roadmap tuzib berdim. Ya'ni tizimlashtirishda 3 ta qatlam borligi, bu odamlar, biznes proseslar hamda raqamlashtirish qatlamlari va undan tashqari men sizga shablonlarni ko'rsatib chiqdim. O'sha shablonlar orqali siz biznesingizni ancha osonroq tizimlashtirasiz va oxirida biz nega bizneslar tizimlashamayotganligini sabablarini ko'rib chiqdik. Ya'ni qanaqa xatolar qilinyaptiki, tizim o'xshamayapti. Undan tashqari, men oxirida sizga qaysi yechim orqali, qaysi aktiv programma orqali biznesingizni eng zo'r tizimlashtira olishingizni ko'rsatib berdim va 6 ta sababini keltirib berdim. Endi sizga mana instrumentlar berildi. Sizga maqsad ko'rsatildi, qaysi xatolarni qilmasligini biz aytdik. Siz albatta bu ma'lumotlardan keyin aytishingiz mumkin, bo'ldi, endi biznesni tizimlashtiraman va buni o'zingiz qilmoqchi bo'lishingiz mumkin. Bunda bizda qarshiligimiz yo'q. Lekin siz agar vaqt va pul yo'qotishni xohlamasangiz, bizning sizga tavsiyamiz professional konsaltingni xizmatidan foydalanish. Misol uchun, bizning konsaltingimiz aynan mana shu aytib ketgan muammolar bilan biz ishlaymiz. Biz biznes proseslar tuzamiz, biz reglamentlar tuzamiz va Odoo bo'yicha biz rasmiy hamkorimiz mana shu programmani polnisiga o'rnatib, qisqa muddat ichida siz biznesingizni tizimlashtirib, ancha bosh og'riqlaringizdan biz sizga o'sha qutulishga yordam beramiz. Boshqa tizimlashtiradigan jamoalardan bizning eng asosiy farqimiz, bitta o'sha farqni aytib ketaman. Biz mana shu videoda aytib ketgan barcha narsalar bilan o'zimiz shug'ullanamiz. Ya'ni biz faqat programma qilib yoki faqat dokumentatsiyalar qilmaymiz. Biz ham uni qilamiz, ham buni qilamiz va yana oxirida tayyor tizimni, tayyor o'sha biznes proses reglamentlarini siz kompaniyangizga borib integratsiya ham qilamiz. Ya'ni tayyor programmani tashab ketib, o'zingizga tashab qo'ymaymiz. Biz o'sha tizim ishlab natija bermaguncha sizni kompaniyangizda qolamiz. Agarda siz mana shu videoni ko'rib, bizning xizmatlarimizga qiziqgan bo'lsangiz, unda biz pastda havolani qoldiramiz. O'sha havolaga bosing, arizani to'ldiring. Undan tashqari biz sizga bepulga bugun ko'rsatgan shablonlarimizni beramiz. Ya'ni eslatib ketaman, bu org struktura, biznes proses, reglament hamda biznes proses menejmenti grafikini sizga bepulga beramiz. Agar siz o'sha o'zim qilmoqchiman deb tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz, mana shu shablonlarni bemalol ishlatib foydalansangiz bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, bugungi ma'lumotlar shu bo'ldi va videoni ko'rganingiz uchun rahmat
Albatta izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Agarda qanaqadir keyslar bersangiz, men albatta javob berib chiqaman. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini ham qoldirsangiz bo'ladi. Biz katta ehtimol bilan Odoo'ni endi batafsilroq ochamiz. Men bitta Odoo bo'yicha video dars qilaman. Qanaqa qilib bu ishlaydi, qanaqa ko'rinishga ega. Bizni kuzatishni davom eting va albatta biznesingizni tizimlashtiring. Vaqt keldi. Va yana bitta oxirgi eslatma, pastdagi havolaga bosib ro'yxatdan o'tsangiz, biz sizga o'sha ko'rsatilgan shablonlarimizni jo'natib beramiz.